Nima uchun Konor Makgregorni UFC bu qadar qadrlaydi, ha? U Habibdan yutqazgandan keyin nuqul karyerasi orqaga ketgan bo'lsa, yaqinda Islam Makhachev 11-chi bo'lib 2 vaznda jahon chempioni bo'ldi. Lekin 2 vaznda bir vaqtning o'zida jahon chempioni bo'lgan birinchi jangchi kim edi? Konor Makgregor. PPV sotuvlarida eng katta tomoshabinlarga ega kim edi? Konor Makgregor. Birinchi bo'lib UFC'dan $1 million yuqori gonorar olgan jangchi ham Konor Makgregor bo'ladi. Trash talklar deysizmi? Umuman UFC Konor Makgregorgacha va Konor Makgregordan keyin juda ham katta o'sishga erishdi. Dana White aytadi, Konor Makgregorning davrida biz aql bovar qilmas darajada yutuqlarga erishdik. Turli manbalarga ko'ra Konor Makgregor UFC'ga 1.8 milliard foyda olib kelgan. Konor Makgregor har doim birinchi bo'lganligi uchun ham UFC qadrlaydi. Siz uni yaxshi ko'rasizmi, yomon ko'rasizmi, u baribir legenda bo'lib qolaveradi. UFC tarixida va umuman MMA tarixidagi eng katta yulduzlardan biri kamida. Konor Makgregor o'zining pik davrlariga qaytib qolsa va bugungi vaqtlarda Islom Makhachev chempion, Topuria chempion, mana shu paytda o'zining eski natijalarini qaytara olgan bo'larmidi? Kommentlarda yozib qoldiring.